Hazrat Davud alayhissalom yonlariga bitta ayol keldi. Ey payg'ambar, sizni Robbingiz adolatlimi yoki zolimmi deyapti. Shunda ey ojiza, nima deyapsan? Robbim adolatli, nega bu gaplarni gapiryapsan? Bilmaysanmi Alloh taolo adolatliligini? Bilaman. Unda nega bu gapni gapirding? Bu aytayapti, o'zini bevaligini aytdi. Turmush o'rtog'i vafot qilgan. 3 ta qizi borligini aytdi. Demak, 3 ta qizi ham yetim. Boquvchisi yo'q. Shularni boqishlik uchun ip yegirar ekan. Mustahkam arqon to'qir ekan. Shu ipni olib borib bozorga sotib, shularni boqish kerak edi. Sotadi, puliga ovqat olib beradi bolalariga. Shu bir qizil tugunga tugib, borib bozorga borib, endi o'tirgan vaqtda bitta qush shunday kelibdi-da, nima olib ketdi. Bozorda o'tirgan bu. Endi ayt, ey Davud alayhissalomga qaraydi. Ayting, ey payg'ambar, men nima qilay? Voyga sotay desam ipim yo'q. Sotmasam pulim yo'q. Bu ishlarni qilmasam bolalarimga ovqat yo'q. Men nima qilay dedi. Robbing adolatli bo'lsa ayt menga. Qani adolat? Qancha mehnat qildim? Bu gapni gapirib turibdi, Hazrat Davud alayhissalom bunga nima deyishini bilmay qarab turibdilar. Eshik taqilladi. Eshik taqilladi, 10 ta odam kirib keldi, har birini qo'lida bitta xaltacha. Xaltachani ichi to'la tilla. Kelinglar, nima xizmat? Ey Davud, biz sahro aniq kemada edik, dengizning o'rtasida. To'fon turdi. Yelkanlarimiz yiqildi. Ularni bog'lash kerak, na ip bor, teshiklar bor, yamashimiz kerak. O'limni bo'ynimizga olib turgan vaqtimizda osmondan bitta qush keldi-da, bir qo'lida qizil tugun, panjasida tashlab o'tib ketdi. Biz o'sha bilan yelkanlarni bo'yladik, teshiklarni yopdik, najot topdik, niyat qildik, Alloh yo'liga har birimiz 100 dinordan sadaqa. Dinor sof tilla bo'ladi. 100 dinordan sadaqa qilishlikni niyat qildik. Shuni endi sizga olib kelib bersang, siz egasini topib bera olasizda dedi.